Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi? Karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Amalda ko'rsatamiz. O'shanda ko'rasizlar, xudo xolsa O'zbekistonga g'alabani qaytarib, do'stim uchun g'alabani qilganimizda o'zingiz o'shanda ko'rasizlar. Ispanchik bu safar juda jiddiy kayfiyatda chiqdi va Gold uchun g'alaba qozonishni ochiq aytdi. Sizlarning mehringlarni qozongan Ispanchik chiqib, sizlarning yana mehringlarni qozonib, ammo uning raqibi Muhammad Ali ham jim turmadi. Ushbu videoni ko'rib darhol istoriya joyladi. Bu dəfə imama döyüşməyə gəlmirik. Bu dəfə mənim stoykamda problem axtaranlar üçün professional boks döyüşməyə gəlirik. To'g'ri, Ispanchik qo'lda juda kuchli, zarbalari tez, aniq va og'ir. MMA'da tajribasi biroz kamligi sababli mag'lubiyat ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin boksda u o'zini ancha erkin his qiladi. Albatta bu yerda kim kuchli va kim g'alaba qozonadi, buning barchasi ringda aniq bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli do'stlar? Ispanchik bu holatda g'alaba qozona oladimi? Albatta Ispanchik uchun like bosing va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Ko'pchilik menga yozibdi, Tirnovkadan videolar qo'ymayapsiz, nega gapirib chiqmayapsiz? Tirnovka xosizmi, o'zi yo'qmi deb. Tirnovka qolmas, hammasi zo'r, xudoga shukr, tayyorgarliklar ham zo'r. Bilasizlar, meni akam ham trenerim, ham akam Ramz akam unaqa ko'p video qilishimni xohlamaydilar. Ko'p menga aytadilar, chiqib ringni ko'rsatgan, unaqa ko'p videolar qilmagan deb aytadilar. Xudo xolsa biz 6-iyun kuni chiqib amalda ko'rsatamiz. O'shanda ko'rasizlar, xudo xolsa O'zbekistonga g'alabani qaytarib, do'stim uchun g'alabani qilganimizda o'zingiz o'shanda ko'rasizlar. Xudo xolsa biz 100% tayyormiz, tayyorgarlik qilyapmiz. Inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Ertadan shu sekin-sekin o'sha Tirnovka qotganimiz videolarni qo'yib boraman, xudo xolsa. Hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlab turganlarga, podдержка qilib turganlarga. O'zbekiston hammanglarni yaxshi ko'raman. Xudo xolasa 6-iyun kuni sizlarning mehringlarni qozongan Ispanchik chiqib, sizlarning yana mehringlarni qozonib zo'r g'alaba qilamiz inshaalloh. Salam aleykum hamıya. İnşallah 6 iyun Humo arenaya geri qayıdırıq. Özbəkistanda olan bizim həmvətənlərimiz hamınızı dəstəyə gözləyirəm. Və mənim bu dəfə imama döyüşməyə gəlmirik. Bu dəfə mənim stoykamda problem axtaranlar üçün professional boks döyüşməyə gəlirik. Və rəqibim Ispanchikdir, Gold'un dostu, bratı, qardaşı və qisas almaq üçün gəlir. Amma bizim onlarda bir qisasımız var. Düzdür, mən Emil qardaşım üçün o qələbəni alacağam və əsas da vətənimiz üçün qələbəni alacağam. Azərbaycana inşallah bayrağımız yuxarıda gələcək. Və Ispanchik, sən demək istəyirəm ki, çalış storylər qoyanda, mənə söz atanda yavaş-yavaş danışı başa düşülsün. Yəni ehtiyac yoxdur elə şeylərə. Çalış, çox danışma. Öpürəm sizi. İnşallah 6 gün görüşərik.